Buxoroda birinchilardan bo'lib tashkil etilgan va bugungi kunga kelib yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biriga aylangan Osiyo xalqaro universitetida talabalarning o'qish va amaliyot jarayonlarini sifatli tashkil etishga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun oliygoh respublikaning bir qator ilmiy-amaliy markazlari bilan hamkorlik aloqalarini ham yo'lga qo'ygan bo'lib, talabalarning amaliyot jarayonlari, magistr va ordinatorlarning ilmiy ishlari ushbu markazlarda o'tashi tashkil qilingan. Xuddi shunday hamkorlik Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi bilan ham yo'lga qo'yildi. Hamkorlikning ilk namunasi sifatida oliygohda qo'shma travmaning sud-tibbiy jihatlari mavzusida xalqaro ilmiy anjuman tashkil etildi. Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi, Tojikiston Respublikasi sud-tibbiy ekspertiza markazi va Osiyo xalqaro universiteti bilan hamkorlikda 3 tomonlama imzolangan anglashuv memorandumi doirasida bugun ikki mamlakat sud-tibbiy ekspertlarining ilmiy-amaliy seminarini Buxoro viloyatida o'tkazyapmiz. Ko'zlangan asosiy maqsad bizdagi mavjud tajribani Tojikiston Respublikasidagi hamkasblarimizga bo'lib ilinish va ulardagi mavjud yangiliklarni o'zimizga joriy etishdan iborat. Ilmiy anjumanda qo'shni davlatlar oliygohlari, professor-o'qituvchilari hamda Tojikiston Respublikasi sud-tibbiy ekspertiza markazi mutaxassislari onlayn hamda offlayn tartibda ishtirok etishdi. Anjumanda avvalo sud-tibbiy ekspertiza jarayonlarida qo'shma travmalarni ekspertizadan o'tkazish, xulosalar berish va buning ilmiy jihatlari o'zaro muhokama qilindi hamda bugun amaliyotda qo'llanilayotgan usullar yuzasidan tajriba almashildi. ما با رسپولیکای ازبکستان، جمهوری ازبکستان ماه فوریه 2025 شرطنامه همکاری بستیم که این شرطنامه ها در این شب روز جامعه عمل بسته ایستادند و ما در این کوتاه مدت توانستیم که با بسیار کارها نایل شویم. مثلا ما 9 نفر را با نامزدی موضوع نامزدی با مؤسسه جمهوری اکسپرتیز طبی جمهوری ازبکستان بستیم و 1 نفر کاری دکتری. از کورس‌های بازآموزی باشند 2 نفر این زمان گذاشتند. اینا باز آمدیم که با دانشگاه شهر بخارا شرطنامه دیگر را در بین 3 طرف بندیم. Ilmiy anjuman yakunida Osiyo xalqaro universiteti, Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi va Tojikiston Respublikasi sud-tibbiy ekspertiza markazi bilan o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Hamkorlik aloqalari doirasida talabalar va magistrlarning ilmiy markazda amaliyot o'tashlari, ilmiy izlanishlar olib borishlari nazarda tutilgan.